Mamlakatimizda har yili 11-noyabr O'zbekiston kasaba uyushmalari kuni sifatida nishonlanadi. Sana munosabati bilan soha xodimlari tomonidan turli tadbirlar va qiziqarli uchrashuvlar tashkil etiladi. Bu yil ham Qo'riqlash departamenti bo'linmalari o'rtasida sport musobaqalari tashkil etildi. Navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z boradi. 11-noyabr kasaba uyushmalari kuni munosabati bilan Qo'riqlash departamenti va kasaba uyushmalari hamkorligida Qo'riqlash bo'linmalari jamoalari o'rtasida sportning mini futbol va stol tennis turlari bo'yicha musobaqalar tashkil etildi. Bellashuvlarning ochilish marosimida Qo'riqlash departamenti rahbariyati, kasaba uyushmalari federatsiyasi mas'ul xodimlari so'zga chiqib, bugungi kunda uyushmaning jamiyatimizdagi tutgan o'rni, xodimlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash borasidagi amalga oshirgan ishlari haqida batafsil tushunchalar berishdi hamda musobaqa ishtirokchilariga omad tilashdi. 2 kun davomida 20 ta o'yindan iborat bellashuvlarda xodimlar qizg'in va murosasiz bahslar namoyish etishdi. Final bahslariga esa Toshkent shahar qo'riqlash boshqarmasi va davlat organlari obyektlarini qo'riqlash bo'yicha boshqarmasi jamoalari yetib kelishdi. O'yinning asosiy vaqtida murosaga kela olmagan jamoalar penaltilar seriyasida kuch sinashdi. Bahsda davlat organlari obyektlarini qo'riqlash bo'yicha boshqarmasi jamoasi tengsizligini isbotlab musobaqa g'oliblariga aylandi. Shuningdek, ayol xodimalar o'rtasida stol tennisi bo'yicha ham bellashuvlar tashkil etilib, sportchilar o'zlarining tezkorlik va mohirlik qobiliyatlarini namoyish etdilar. Yakuniy natijalarga ko'ra g'oliblikni Qo'riqlash departamenti xodimasi Yunusova Dilbar qo'lga kiritdi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarga Qo'riqlash departamenti va kasaba uyushmasining diplom, medal hamda esdalik sovg'alari topshirildi.